Salom sizlar bilan men yana Saviyalo. Bugungi videomizda biz Minecraftdagi barcha moblarni olamiz. Qani unda videoni boshladik. Okeylar, Minecraftdagi barcha moblarni bu juda ham zo'r bo'lsa kerak. Men orada mana shu bir ikkita moblar ko'rdim. Mob nima bor? Mana birinchi aylanadigan mob menimcha qo'y bo'ladi. Qo'y unlocked, ya'ni ochildi. Qo'y ochildi. Yaxshi, baliqga ham olamiz. Unda ketdi. Moblarga aylanamiz, moblar. Bularni o'ldirib ketishga ko'ramiz. Shartamiz. Akıdan benim peşerden bo'lmaydi. Qishloqmi? Yo'q, qishloq topdim. Qishloqda endi bu yerda kuritsa galem bo'ladi. Galemga aylanamiz. To'xtaydi. Qishloqqa aylanamiz, qishloqqa. Birinchi o'rinda. Bu yerda shaharga bor ekan. Shaharga turibman. Qani. Jitel. Anaqa korova. Golem qani, galem qani. Qani galem. Timur uyumi? O'chlar, galemni ham ko'rdim. Timur uyumi bor ekan. Ko'p narsalar bor ekan. Okeylar. Hop. Okeylar, birinchi olib galemga aylanib, galemni o'ldiramiz. Qanaqa bo'lishini bilmadim. Mana okeylar. Shu bo'laga aylanib olayman. Jitel bo'laylik. Qanaqa jitelman? Oddiy jitel. Bu zona saqlanadi. Ko'rasizlar? Geridrimning arzonlashtirib beradi narsalar. Ozgina vaqtga golem bo'lamiz. Anaqa sekin yurar ekan bu. Qani u? 1, 2, 3 zarbada yordi. O'g'la nechi bu? Nechiligini bilmadik. Sila 5. Lekin juda ham sekin yurar ekan. Mana ovqatam bor ekan. Tezroq bularni ko'rib olish azob bo'ladi-yu. Oddiy odamga aylanib olay. Mana joni ko'p ekan. Aytgancha akalar, bu videoni 2-3 ta qismlarga bo'laman. Maqsadimiz Minecraftdagi barcha bosslarga aylanish. Barcha bosslar emas, barcha moblar desa ham bo'ladi. Shularga qo'shilib barcha moblarga aylanamiz Minecraftdagi. Aylanmayman, hammasini aylanishimizdan shubham bor, lekin hammasini mana ochib chiqamiz. Hechta ot bo'lish kerak. Cho'chqa. Ochib qo'yaylik. Nima moblar bor? O'sha anaqada qishloqda aylanadigan mobimiz qolmadi. Endi bitta baliq, keyin dronet, ya'ni suv zombisini anaqa olsak. Baliq. Hech qanaqa mob yo'q, bor ekan. Suvni tepasidan. Tagiga kirib, davay. Klasos. Utoplennik. Tepaga chiq. Yomon urar ekan. Sekin suvamiz. Qanaqa kitob bergan ekan. Morph add-on good book. Men morph o'rganishim shart emas. Portalmi? Hozir o portalga ketaveramiz-ku. Menimcha bizga ovqat kerak. Juda ham sekin yuryapti. Stop. Qishloqda menimcha ikkinchi anaqa ham bor edi. Temurchini uyi bor edi akalar. Mayli. Boramiz.
Ama sokakla yasa olaylik. İkinci temirçinin uydu. Apsiden ham bo'lishi kerak. Balkim bordir, balkim yo'qdir. Bitta uni yetmayotgan ekan. Hozir ozgina ovqat yasaymiz. Hop akalar, ozgina ovqat yasab olsak. Shita yasaymiz. Çok shit yasash kerak edi. Mana bir talima bilan olamiz. Shit kiyib olamiz. Ovqatlarni yeymiz. Mana temir borani oltinni olib ketamiz. İki blok oltin yaxshi. Bitta obsidian. Bitta bor ekan obsidian. Yaxshi oltin olma. Bugün post. Obsidian bor ekan. Qanaqa blok kerak? Ya bunaqa bo'lmas. Ozgina bloklar ko'rish kerak. Nima deysizlar, bolalar tagida balkim obsidian bordir. Chiq. Mana chiqdi. Oddiy obsidian. Va biz hozirdan adiga ketsak bo'ladi-yu. Mana bir televizor ham qo'yardim. Nari toshbaqa bor ekan. Toshbaqa ham bir mob. Juda ham sekin, lekin juda ham kuchli bo'lsa kerak. Bu chunki shunaqasi bor. Kech bo'lsa tungi moblarga ham aylanar edik. Tepada oltinni qo'lga olaylik. Shunda yaxshi bo'ladi menimcha. Yaxshi oldik. Kirasini ham yaxshi. Atga ketsa bo'ladi. Faqat kech va ikkasini olamiz. Stop. Kirasini olish kerak edi akalar. Olibmiz. Mayli xafa bo'lmaymiz. Hozir qayoqqa borib, ikkinchi temirchining uyini ko'rib, uni ham supurib ketamiz. Qishloq katta ekan, bitta reyd o'tkazib olsa ham bo'ladi. Agar xohlasanglar, shu joyga 10 tadan ko'proq bo'lsa, 10 tadan ko'proq bo'lsa, mana shu qishloqda reyd qilishimiz ham mumkin. Mana ikkinchi temirchini ham ko'rgandim. Mana shu foz ko'rdim. Esimdan chiqarmayman. Bitta narsalar bor, bilaman. Temirchini uyda zonasar bo'ladi. Bir talay temir. Yana shunaqa bir bola. Bir talay obsidian bu. Qilcham bor ekan yana bitta. Nima sotasiz? Bir qo'ydim. Qimmat qiladi endi. Kim tur? Kechqurun ham bo'lyapti. Kechki moblarga aylanamiz. Nima bu? Uni 8 normalli. Sotsa bo'ladi ekan. Uni 8. 11 deyilmoqda. Bugün ko'p anaqa ketadi. Ko'p cho'p sotish kerak. Bo'lmaydi. Giroderevniy bilan sotsa bo'ladi. Ulgurish kerak, 5 sekund beradi. Kechqurungi, ya'ni tungi moblarga aylanamiz. Bitta kravat olib ketsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. To'xtanglar, hozir nezarga borsak, o'ta gaz, svini, zombi, piglin. Va men sevadigan moblar bor. Enderman.
Toki Blaze juda ko'p mablag' bo'ladi. Qo'lga olmaymiz. Adga ketamiz. O'tlar kayt bo'ladi. Shunga zombi shunga o'xshashlar yana. Wizard skeleton ham bor. Voy akalar. Mana birinchi bo'lib o'rimchak tungan bo'ladi. Pavuk creeper. Qochdik. Mana skelet proteinlar ham borlar. Skelet, zombi, bitta zombi qolib ketdi. Keyin ketamiz. Zombilar yo'qmi? Hamma skelet bosib ketibdi. Oddiy zombi kerak. Creeper emas, oddiy zombi. Zombi qishloqi. Yaxshi. Bu ham bir mob. Bu alohida mob. Bular zombi va oddiy zombi qishloqi. Ana zombim. Meni vukusimdagi mob zombi deydi. Shunda voy, mana oddiy zombi. Yaxshi. Endi uxlaymiz. Yaxshi akalar. Nimaga urasan? Ne. Qoch. Ne. Voy, kosmosga tushib ketdi mana bu. O'yinchoq. Okalar uryotibdi. Uxla. Da, ertalab bo'l. Tezroq bo'l. O'tir. Yalmog'iz. Yalmog'izga aylanishimiz mumkin. Omadim kepti. Qochib ketma. Yalmog'iz qochsa bo'lmaydi. Yalmog'iz. Ketdi, yalmog'izga damlama otamiz. Vedma. Qoch. Ayya, nimasidan? Qo'rqaman. Voy. Chop bordi. Krat bor. Bu yoqqa. O'zini ham o'zing zaharlading. O'zini zaharlagan yalmog'iz emas deydi. Qoch. Ip kerak. O'zimizdan o'ldirib ketamiz. Trident. Lisi. O'ldir. Yaxshi. Voy, men urdim. O'ldirmoqchi edim. Ammo qachon effekt tugaydi? Hozir o'lib qolaman. Boshqa o'yim kelmayapti. Akalar, o'tda nima borligini ko'rsatmayman. Videoni tugataman. Hozir men o'lib qolishim mumkin. Kontent uchun bu video 10 ta laykdan keyin chiqadi akalar. Keyingi qismida xudo xohlasa buni ichidagi moblarga ham aylanamiz. Otmi? Yaxshi ot.